Assalomu alaykum. Qo'y ishqibozlari, qo'y boquvchi do'stlarimiz. Hammalaringiz yaxshi, yangi yillarda hammalaringiz sog' omonmisizlar? Salomat bo'linglar. Anchadan beri rolik qilganimiz yo'q edi azizlar. Yemlarimiz ratsioni o'zgartirishlar kiritdik azizlar. O'shani baham ko'rgim keldi sizlar bilan. Mana hozir yemimiz pishdi bu azizlar. Bu pishgan yemimiz endi hozir sovugani qoldiramiz. Ham uyib, ham uyida. Mana makkalari katta bo'lib, o'zi bug'doylari yollib ketdi. Bunga qo'yilish uchun ozgina oqshoq qo'shildi. Tuz solmabman. Hozir tuz sovoramiz endi bunga. Esga tushib qoldi azizlar. Tuz qo'shamiz, keyin buni sovugandan keyin azizlar berishdan oldin har bitta qo'yga 30 grammdan azizlar velafos qo'shib beryapman. Shu velafos qo'ylar uchun juda o'ta foydali ekan azizlar. Kim agar bir e'tibor qilsa, qo'ylari bo'lsa velafos qo'shinglar. 30 gramm nomini ekan azizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaning xonadoningizda qo'ylar ko'payaversin azizlarim. Salomat bo'linglar.